30+. Endi turmush o'rtog'ing qayerda kim bilan yurgani emas, balki buqoq bezlaring yaxshimi, ishib ketmaganmi, shu ko'proq bezovta qiladi. 30+. Endi qaynonangga yoqayapsanmi, yo'qmi, bu emas, balki ferritining nechi chiqdi, shu ko'proq bezovta qiladi. 30+. Bu yerda dam olishga bordingmi, yo'qmi, u emas, D3ing nechi chiqdi, shu ko'proq bezovta qiladi. 30+. Endi sen semiribsanmi, ozibsanmi emas, balki pazlanosh yuk joyidami, qiyshayib ketmaganmi, osteopatga murojaat qilish kerak emasmi, shu ko'proq bezovta qiladi. 30+. Endi seni qimmatbaho kosmetika emas, balki kosmetikasiz ham yuzing o'zi qay ahvolda, shu ko'proq o'ylantiradi. 30+. Endi seni kamroq boshing og'rib, yaxshi o'zing tutib yurgan bo'lsang, hayoting yaxshiligidan emas, bu balki gemoglobin 120 yoki 130 ligiga chiqarib olganingdan xursand qiladi. 30+. Bolalar kasal bo'lishi endi tashvish emas, balki bu ular tuzaladi, immunitet ko'tarilyapti deyish bo'lib qoladi. 30+. Endi sen soatga gap eshitishdan qo'rqib, ulgurmay qolgan ishlaring uchun emas, bugun vaqtingni qancha o'zing uchun yoki foydali ishlarga sarflaganingga qaraysan. 30+. Endi tabassuming ortida og'riqli hayoting, hikoyalaring emas, balki bularni o'tdim, bular nima bo'pti, o'saman, davom etaman degan ishonch bilan kulasan.